Navbatdagi zakazimizni 5-6 metrli Toshkent viloyati. Toshkent viloyati Bo'stonliqqa Xudo xolasa sveji ko'chirib olib chiqib beryapmiz. Hozir furaga yuklaymiz. Navbatdagi zakazimiz Namangan viloyati Chodak qishlog'iga ketdi, xudo xolasa, manzara uchun. Savoylar aka. Bor, 100 dona mana aralab kesib chiqarib berdik. Bugungi sana 22-fevral 2026-yil. Ko'chatlarimiz xudo xolasa juda a'lo holatda. Bu tarafda ham turibdi hali. Bugun 23-fevral 2026-yil. Hop, ko'chatlarni ko'chirilgandan keyin ko'myapmiz. Bo'ylari gideta bular 5-6 metrli ko'chatlar. Kecha Namanganga jo'natdik. Hop. Qo'qonga jo'natdik. Xohlasa ko'chatlar oz qoldi. Mana bu yoqda sirazi ko'chirilyapti, sirazi sotilyapti. Bu yerda bo'lsa bir 1000 ta 1,5 mingta ko'chatni ko'chirib qo'ydik, chunki srochniy kelib qolayotgan klientlar ham bo'ladi. Ko'chirish oson emas yog'ochda. Bo'ylarni ko'ryapsizlar, ekib maza qilasizlar. Manzara qilaman degan yoki boshqa narsaga bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bugun 17-fevral. Xudo xolasa mana Ramazon oyiga ertaga Arafa. Indindan barchaga Ramazon muborak bo'lsin. Biz mana ko'chatlarda navbatdagi zakazlar Surxondaryo viloyatiga Xudo xolasa chiqaryapmiz. 1300 dona 30 dona alohida mana. Uyda oldidan shopragalar. Mana bir qator sanab kesilgan yerdichidan olib chiqib tayyor qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa mana yuklayapmiz. Yarim Isuzu pashti. Xudo xolasa mana bugun Ramazon oldi 17-fevral kuni Surxondaryoga 1300 ta yuklatib 30 dona alohida bitta akamizga pochta mana. Mana Surxondaryo partiya dastlabkilari bilan 10 ming so'mlik bor, bu yerda 15 ming so'mlik bor. Bitta 20 ming so'mlik bor. Bu dastlabkasi alohida oldi. O'psh 2,5 million so'mga ketyapti. Bitta ko'chatga o'rtacha 1,5 ming so'm, 2 ming so'm atrofida minyapti. Qirqilgan, texnik stress qilingan. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa qancha yetib boradi shopraga? Erta xudo xolasa aka. Ko'chada yo'limizni bersa, yo'limizni bersa 24 soat aka. Chunki 24 soatda ochish ham mumkin. Termizga hozir tushiramiz. Aylar choqlaylik aka. Xo'p, yaxshi bo'ylar. Bo'pti. O'rtaga sog' bo'ling.